Qorolbozor tumanida tajriba sinov tariqasida 45 kilovat soat quvvatga 3 ta batareyali yig'ilgan energiyani 18 soat muddatga zaxira qiladigan invertorga ega quyosh elektr stansiyasi qurildi. Hozirgi lavha shu haqda. Qorovulbozor tumani kengliklarida g'alla va paxtachilikda ilg'or subyektlardan biri bo'lgan Zamir Amon fermer xo'jaligi 160 million so'm evaziga 11 kilovat soat quvvatga ega muqobil elektr energiyasi manbai, ya'ni quyosh elektr stansiyasiga ega bo'ldi. Ushbu quyosh elektr stansiyasi aytish mumkinki, davlatimizda muqobili bo'lmagan birinchi stansiya bo'lib, iste'molchiga universal xizmat ko'rsatish, bir necha tarmoqda foydalanish mumkin bo'lgan manbadir. Mutaxassislar fikriga ko'ra, bu elektr stansiyasining afzal jihatlari ko'p. Masalan, undan elektr toki yetib borishi qiyin bo'lgan hududlar, cho'l massivlari, yaylovlarda, chorvachilik, parrandachilik, boshqa tarmoqlarda, shuningdek, elektr energiya ta'minoti nosoz, tarmoqda ko'p uzilishlar kuzatiladigan tibbiy davolash muassasalarida, ko'p qavatli turar joy, ijtimoiy soha inshootlarida bemalol foydalanish mumkin. 13 kilovat sig'imda invertorlarimizni, quyosh panellarimizni 11 kilovat qo'yganmiz va bu yerda stansiyamizni o'zida mavjud 3 ta 15 kilovatli, ya'ni umumiy hajmi 45 kilovat bo'lgan batareyka sig'imimiz ham bor. Bu batareyka sig'imimizda elektr energiyasi uzilib qolgan taqdirda tok bilan doimiy ta'minlab berish xususiyatiga ega. Mazkur fermer xo'jaligiga o'rnatilgan bu elektr stansiyasi xizmat ko'rsatish muddati 10 yilga mo'ljallangan bo'lib, uni qurishga umumiy qiymati 160 million so'm mablag' sarflangan. Endilikda xo'jalikda nasos agregatlaridan foydalanish, tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash, yana maishiy maqsadda iste'mol ko'zda tutilgan.